Uy talab qilinyapti, mashina talab qilinyapti. Bu narsa endi insof bilanda bu narsa nima deydi? Bu chista abdushi bir bu Alloh roziligi uchun qilingan narsa. Bu yerda u aybdorligi uchun emas, bu yerda hech kimning aybi yo'q bu yerda. Ay bularda o'tirib gapirishini eshitib, davleniya moshib ketdi. Allohning roziligi uchun qilyapmiz biz. Ro'za oyida Allohning roziligi uchun qilyapmiz deydi. Boje moy. Da blad dalbayob, sen dalbayob mashinaga 16 yoshli, 17 yoshli qizni o'tirgizib qo'yganing uchun javob berasan-da ro'za oyida yibanashka. U qizni bir umrga invalid qilib qo'yding. Bir umr boqishga aybdorsan sen. Bitta boshida bizga kerak bo'lsa yangi uy oldirmoqchi bo'lishgan, kerak bo'lsa boshqa narsa qildirmoqchi bo'lishgan. Bu yerda jabrlanuvchi bizdan uy so'rayapti, duosilar. Aka, qonuniy javob berishdan qochib, o'zi bilan kelishamiz deb solig'ini bo'yninglarga oldinglarmi? Shahar so'rashga ham haqqi bor. Qilib berishinglar kerak. Chunki sizlar bitta klip deb bitta odamning hayotini barbod qilib tashladinglar. Ozodapaning istoriyalarida ko'rib qoldim. Blogerlar bu narsani PR prosmotr uchun qilyapti deyapsizlar. Qaysi miya bilan gapiryapsizlar men bilmadim. Oyoqqa turguncha sizlar mas'ulsizlar. Lekin $500 berib silib bo'sizlar. Normalniy joyda operatsiya qilinmagani uchun bitta oyog'i 7 sm kalta bo'lib qoldi. Uje u nogiron, homilador bo'la olmaydi. Qolgan hayotini o'zi xohlagandek o'tkaza olmaydi. Bunga sizlar sababchisizlar. Voy tepalab ketganingdan kerak bo'lsa uy ham olib berasan. 16 yoshli qizni mashinaga o'tirgizib qo'yganingdan keyin uy ham olib berasan. Davolaysan ham. U qizning hayoti og'dar to'ntar bo'lib ketdi. Sud jarayonini bilamiz. U yoqqa $100, bu yoqqa $100, u yoqqa $1000, bu yoqqa $1000 qilib. Senlarda bilamiz. Shunday qolib ketadi bechora qiz invalid bo'lib. Endi tug'olmaydi, tazi singan odam farzand ko'ra olmaydi, bilib qo'ygin. Только kesareva. Odamni prosta invalid qilib qo'yishib o'tirib gapirishingni qara, bilad, beti yo'q. Qizga oyoqqa turishigacha qaralgan. Oyoqqa turib yana 3 oy passivniy rejim degan. Sekin o'ziga kelib oyoqqa turish boshlaganda, unga turma deyilganda syomkaga, men eshitishimizga qaraganda, syomkaga chiqibdi. Tog'gami, qayergadir chiqibdi. Men bilmayman, avvalambor men rostmi yolg'onmi eshitishimga qaraganda o'sha syomkaga olib chiqishganda, o'sha joyda yana yiqilgan ekan u qiz. Yiqilgandan keyin yana operatsiya qilishimiz kerak, nima qilishimiz kerak deb shunaqa talablarni qo'yapti-da. Lekin insonga insof kerak-ku, insof kerak bu. Hurmatli rejissyor Doniyor Rajabov, siz aybingiz voyaga yetmagan, pravasi yo'q Sevinch Ma'rufovani rulga o'tkazganingiz. Rulda bo'lgan qizi aytishi bo'yicha, rejissyor gazetasi bos dedi, men bosdim deyapti. Bechora qiz muhtojligidan chiqib gapiryapti. Sizlar tashab qo'yganinglardan gapiryapti. Nimaga sirazi chiqib gapirmadinglar? Mashnaqa bo'ldi, yashirib keldinglar shuncha paytgacha. Kelib surishtiringlar, u qizga mana oyoqqa turibdi yaqingacha, chunki unga yaqingacha qaralgan, kvartirasi hamma bitta bu yerdagilar emas, hamma jamoadagi hamma kelib qaragan unga. Kvartirasigacha, yeb icharligacha, uy sharoitlarigacha shu ishlashga noloyiq qiz deb hozir yotish kerak deb oyma-oy $500 dan berilgan. Hammasining hujjati bor, videolari bor, dokumentlari bor. Akalar, opalar, biz ham uyimiz bitishiga yordam beringlar. Umrbod duo qilib o'tamiz. Hammalarni kirib kelgan Ramazon oyidan bilan shu oyda shu bolaga uychalikni boshladik. Mana ro'za kunlarida savob bo'ladi. Mana shu qizimga yordam beringlar, uylarini bitirishga. Ukam, sizni oldingizmi? Meni orzuyim shu uyimiz bitib qolishi. O'zimiz uyimizda yashash. Aka, opam uyimizda yordam beriga duo qilaman. Ramazon oyida savobga terdik boshladik. Bu oyda bergan ektanimiz 1000 badava yoziladi. Shu uyga bitta git obedaynam jannatda uylar bo'ladi. To'liq ma'lumot uchun +996 778 bilan 52 400 mana nomerlarimizda WhatsApp, Telegramimiz bor. Hozir o'sha klipni sinmat qilgan rejissyor chiqib обращение qilibdi. Akajonim, nimaga sizlar olib chiqmadinglar boshidayoq gapirib, mana shunaqa situatsiya bo'ldi. Bizni pulimiz yo'q, xalq kelinglar to'planib yordam beraylik deb. Bechora qiz muhtojligidan chiqib gapiryapti. Sizlar tashab qo'yganinglardan gapiryapti. Nimaga sirazi chiqib gapirmadinglar? Mana shunaqa bo'ldi, yashirib keldinglar shuncha paytgacha.
Nimaga ashi sirazi chiqib объявление ilmadinglar? Ozod opani klipida shunaqa situatsiya bo'ldi, tragediya bo'ldi deb. Nima yashirdinglar? Paka o qiz bechora o'zini og'zini ochmaguncha. Ashi rejissyor birinchi o'rinda aybdor. 16 yoshli qizni, 17 yoshli qizni qanday qilib за рулем посадить можно? Как? Вот ты виноватый, давай лечить ее. O'zingiz yoningizdan to'lab lechit qiling endi o'sha qizni, bechorasini. Bechorani endi farzand ham ko'ra olmaydi. Bitta odamni hayotini og'dar to'ntar qilib olib, 3 ta kaleyka o'tirib olib, toshog'ini stolga qo'yib, biz aytmadik, biz o'ldik. Вот вы виноваты, виноваты. Ozod opa chiqib e'lon berish kerak edi. Odamlar, shunaqa situatsiya bo'ldi. Dalchi klip siymat qilib, dalchi ani prezentatsiya qilgandan. Uyat sizlarga, uyat. Voy tepalab ketganingdan kerak bo'lsa uy ham olib berasan. 16 yoshli qizni mashinaga o'tirgizib qo'yganingdan keyin uy ham olib berasan. Davolaysan ham. U qizni hayoti og'dar to'ntar bo'lib ketdi. Sud jarayonini bilamiz. U yoqqa $100, bu yoqqa $100, u yoqqa $1000, bu yoqqa $1000 qilib. Senlarda bilamiz. Shunday qolib ketadi bechora qiz invalid bo'lib. Endi tug'olmaydi, tas singan. Tazi singan odam farzand ko'ra olmaydi, bilib qo'ygin. Только Kesareva odamni prosta invalid qilib qo'yishib o'tirib gapirishingni qara, bilad, beti yo'q. Voy, mana uni tanidim men o'rtada o'tirganda. O'rtada o'tirgan sen Moskvaga kelib bilet pulini qaytarib berib ketmagan admin kod-ku. Voy, men seni yolg'onchiligingni bilaman. Voy, qasamxo'r senmiding hali? Munista admini bo'lib yurgansan oldin. O'rtada o'tirgan qasamxo'r. Moskvada konsert organizatsiya qilib, Munis bechoraga ham pul tegmagan. Sen qasamxo'r qochib ketgansan shundan keyin. Voy, seni tanidim ko'ta o'lgur. Bu o'rtada o'tirgan qasamxo'r, mana o'rtada o'tirgan qasamxo'r oldin Munista admini bo'lgan. Bu qasamxo'r efirga chiqib olib, "Ha, ertaga uchaman, indinga uchaman, mana uchib ketyapman, mana deb xalqni pulini bermay aldab ketgan bu qasamxo'r, mana o'rtada o'tirgan. Xalqni bilet pulini qaytarib bermagan, qancha baqir-chaqir qilib YouTube'larga chiqib baqirganman pulini qaytarib ber deb. Bu qasamxo'rga ishonmanglar, bu yolg'onchi. Oldin Munista admini bo'lib yurgan. Munisga ham pul tegmagan, bu qasamxo'r qochib ketgan o'shandan keyin Munista oldidan. Voy, bularni o'tirib gapirishini eshitib davleniya oshib ketdi. Allohning roziligi uchun qilyapmiz biz. Ro'za oyida Allohning roziligi uchun qilyapmiz deydi. Boje moy. Da bilay dalbayob, sen dalbayob mashinaga 16 yoshli, 17 yoshli qizni o'tirgizib qo'yganing uchun javob berasan-da ro'za oyida yibanashka. U qizni bir umrga invalid qilib qo'yding. Bir umr boqishga aybdorsan sen. Voy, davleniya oshib ketdi bularning gapini eshitib. Sen mashina deydimi? Mashina berasan. U qiz bechorani 7 santimetrga oyog'i kalta bo'lib qoldi. Uy deydimi? Uy berasan, потому что oilasi juda qiynlangan oila ekan. Tepalab ketganingdan keyin, aktrisang hamma yo'q qiladi. Yordam berdim deb gapirma. Sen qilgan ishingga yarasa jazoingni olyapsan. Просто и всё. Bular aytayaptiki, hozir Ozod opa tut prichom. Ozod opa zakaz bergan, biz выполнять qilganmiz. Ну, Ozod opani klipida shunaqa bo'lyaptimi? Ozod opa primo efirga olib chiqib, ili istoriyalarga qo'yib shunaqa situatsiya bo'ldi. Bu qizga xalq yordam beraylik deb so'rab chiqish kerak edi-ku. Aytaga, oraga chiqqan chiqdi guldirgib qilib o'tirmasdan. Bu qiz ham to'yib ketganidan, 7 santimetrga oyog'i kalta bo'lib qolganidan chiqib gapiryapti. Yaqinda Ozod opaning konserti, объявлениyalar ilingan, afishalar ilingan. Qanday qilib, qaysi yuz bilan, qaysi bet bilan konsert qilasizlar? Uyalmaysizlarmi? Bitta qiz 7 santimetrga oyog'i kalta bo'lib qoldi. Tazi pachchag'i chiqib ketgan hamma yo'g'ini. Uyalmaysizlarmi? Uyat bormi sizlarda? Mana o'rtada o'tirgan qasamxo'rga umuman ishonmanglar. Bu qasamxo'r Moskvada konsert organizatsiya qilib Munisni aldab qochib ketgan bu. Konsertni pulini, biletlarni qaytarib bermagan. Men rosa baqirib chiqqanman. Ozoda xonim Nursaidova degan aktrisamiz bor, bilasizlar. Oxirigacha ko'raylik, iloji boricha tarqatib yuboringlar. Ana o'sha opani klip jarayoniga meni Sabrina degan tanishimni chaqirishgan massovkaga. Qiz borgan paytda gelikka oldidan o't berasiz deb aytishgan. Eng qizig'i gelik qurildi, 16 yoshga to'lmagan, voyaga yetmagan, pravasi bo'lmagan qiz o'tkazib qo'yishgan. U qiz kavukda bo'lgan. Sabrina gelikka oldidan o't o'tgan paytda qizni bosib ketgan Sabrinani. Tosh so'ylari singan 4 tonnali mashina. Hozir 9 soatlik operatsiyani boshdan o'tkazib, necha kun komada yotib, operatsiyadan chiqdi. Eng qizig'i tirik qolmaydi deb aytishgan, tirik qoldi. Bitta oyog'i 7 santimetr kalta bo'lib qoldi. Faqat hozir nogironlar aravachasida harakatlanyapti.
Eng qizig'i bu paytda Ozoda pana komandasi iltimos hech qayerga hech narsa demay, biz o'zimiz yordam beramiz, oyoqqa turgungacha yopdi qilamiz deb aytishgandi. Operatsiya paytida ham tepasida turishmagan, klipligini ovurishgan va operatsiya tugagandan keyin ham klip premyerasida biz aktrisamiz deb qizil gilamlarda bet chidab yurgan. Videoni keraklicha tarqatinglar, tegishli joylarga yetib borsin va Ozoda Nursaidova ham, rulda bo'lgan qizaloq ham va O'ttiga Productionlar rejissyorlarigacha xonavonda javob berishi kerak. Chunki bitta odamni salkam o'limdan qoldirib, nogiron qilib qo'yib, mana bitta qonun oldida javob bermasdan bemalol yurishga haqqi yo'q hech kimni. Meni tanishim jonim achidi shu narsaga. Bir ikkita mas'uliyatsiz odamlarni ehtiyotsizligi sababli 17 yoshli qiz endi butun umrga nogiron bo'lib qolishi mumkin. Sabrina ismli yosh aktrisa noyabr oyida Ozoda Nursaidovani klip syomkasi jarayonida baxtsiz hodisa deyish mumkin emas-da, buni baxtsiz hodisa emas, ehtiyotsizlik sabab avtohalokatga uchraydi. Gelenwagen mashinani oldidan o'tish kerak bo'ladi. Rulda 17 yoshli qiz, mashina haydashni bilmaydigan, haydovchilik guvohnomasi yo'q, uning ustiga oyoq kiyimi kabluk bo'lgan, ya'ni baland poshnali oyoq kiyim kiygan yosh qizcha rulda o'tiradi va tormoz berishning o'rniga Sabrina ustidan bosib ketadi. Gelenwagen 4 tonnali mashina, ikkala balon ham, oldi balon ham, orqa balon ham bosib o'tib, Sabrinani tas suyagini majaqlab tashlaydi. Bachadoni o't pufagi jarohatlanadi. Aslida bunday holatda o'lim bo'lishi mumkin, lekin Xudo saqlab, Allohning inoyati bilan, shifokorlarning harakati bilan singlimizni hayot saqlab qolindi. Lekin bitta oyog'i 7 santimetrga kalta bo'lib qoldi ikkinchisidan va bir umrga nogiron bo'lib qolishi mumkin. Lekin umid bor, buning uchun biz harakat qilishimiz kerak, qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Men kartalarni yozib qoldiraman. Imkon boricha o'zingizning yordamingizni ayamang. Agar imkoniyatingiz bo'lmasa, videoni tarqatishga, yaqinlarga yuborishga harakat qiling. Klip Ozoda Nursaidovaniki edi. Mavlonov Production tomonidan suratga olinayotgan edi. Rulda o'tirgan qiz 17 yosh, hali haydovchilik guvohnomasi yo'q, mashina haydashni bilmaydigan, u ham yosh qizcha edi. Shuncha paytgacha noyabr oyida bu hodisa sodir bo'lgan bo'lsa, yopdi qilib, iltimos indamay turinglar, oshkor qilmay turinglar, oyoqqa turib olguncha biz o'zimiz yordam qilamiz. Oyiga $500 berib turishgan ekan bizdagi bor ma'lumotlarga qaraganda. Keyin o'sha yordam ham uzib qo'yilgan, berilmagan. Xullas, bizning yordamimiz Sabrinaga kerak va mana shu production, mana shu jarayonda qatnashgan odamlar o'zini vazifasiga sovuqqonlik bilan yondashgan insonlarga chora ko'rishini so'rab qolamiz. Biz bu hozir chiqishimizdan maqsadimiz majbur bo'lib chiqdik. Ayrim bir odamlar, blogerlarga men aytmoqchimanki, bu Ozodapani olingan klipida bo'lgan voqea baxtsiz voqea deymiz bu narsani. Baxtsiz voqeada nima bo'lgan, nima qo'ygan bilmasdan turib, hamma xohlagan gapini gapirib qo'yib yotibdi-da u yerda. Birinchi yordam ko'rsatilmagan deyapti. Vaholanki birinchi yordam ko'rsatilgan. Telefonda har bitta narsa qilingan narsa bo'yicha bankaga birinchi kundan borganimizdan hozirgi kungacha bo'lgan narsalar, qilingan narsalar hammasi yozilgan. Onasi bilan gaplashilgan gaplari hamma narsa yozilgan bu yerda. Lekin hozir sizlar bilmasdan turib, nima haqqinglar bor yolg'on ma'lumot tarqatyapsizlar-da. Kimga xohlagan odamga bersa, hamma o'zicha negativ bitta odamning nomini yomonlash 5 minut, 1 daqiqada yomonlab qo'yishimiz mumkin, hammani yomon qilishimiz mumkin. Lekin bunaqa kunlarda hozir bir-birimizni dilimizni ortib gunohga botmaylikda. Bu narsani mana nima kim qanaqa savoli bo'lsa, bemalol telefonda nomer bor. Bemalol telefon qilsin, murojaat qilsin. Rostdan shunaqa bo'lganmidi? O'sha yerda tepasida bo'lganmi deydi. Nima bo'lgan o'zi? Nima ketyapti bu yerda deb. Bu yerda maqsad va shu boshqa narsa o'zi. Bu yerda boshida bizga kerak bo'lsa yangi uy oldirmoqchi bo'lishgan. Kerak bo'lsa boshqa narsa qildirmoqchi bo'lishgan. Bu yerda birovni hozir ayblamoqchi emasman, lekin bu narsani tegiga yetish uchun telefon bor. Biz hozir qonuniy davlatda yashayapmiz hammamiz. Bu narsa bo'yicha tergov ketyapti. Birinchi kundan beri boshlangan tergov jarayoni boshlangan. Hozirgacha ketyapti. Ertaga sud bor. Buni biza hal qilmaymiz sizlar bilan. Buni sud hal qiladi bu narsani. Sud hal qiladi. Mana bu yerda Ozodapa u klipda misol uchun bo'lmaganlar. Ular faqat zakaz hisobida zakaz berilgan, bularga klip olib beriladi deb o'sha klip jarayonida bo'lgan voqea bu. Biza hozir haqqimiz yo'q kimgadir tuhmat qilib qo'yishga, bilib bilmasdan xohlagan narsani qo'yib yotibmiz. Ozgina insof qilinglar-da, telefon bo'lsa, mana telefonimizga qilib, bemalol nima savolinglar bo'lsa javob berishga biz tayyormiz. Shaxsan men bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Shaxsan men bu klipda operator sifatida men taklif qilinganman, rejissyor deb yozibdilar. Keyin o'sha tagidagi polniy описанияларni o'qib chiqdim. U yerda qaralmagan, boshqa narsa qilinmagan degan gaplar bor. Bular hammasi yolg'on.
Men internet saytlariga aytmoqchiman. Bular bo'lmas narsalarni PR uchun chiqarmaydi. Sizlar bir oxiri tagiga yetinglar u narsani. Bir bizaga ham kelinglar, buni ko'ringlar bizada nima, qanaqa yordamlar qilingan. Bu Ozodapam tomonidan o'sha rulda bo'lgan o'sha qiz tomonidan bo'lgan narsalar. Sizlar voqeaning ichida bo'lmagansizlar. Sizlar bilmaysizlar bu narsalarni. Bular emas voqealarni chiqarib tashlamaydi. Qonun bor, qonun doirasida ish ketyapti hozir. Hamma yozib yotibdi, negativlarni yozib. Ozoda Nursaidova u joyda umuman ishtirok etmagan. U joyda u opani nima deydi? U nomini bulg'ash bu yaxshi emas bu ro'za oyida. Sizlar bir o'ylab aql bilan ish qilinglar. Men saytlarga aytmoqchiman. Bular bo'lmas narsani qo'yavermanglar, sizlar surishtiringlar bir tagini. Nima sabab nima, qanaqa bo'lgan voqea yoki tergov bor, tergovdan borib so'ranglar. Yordam qilinmagan deb yozibdi. Uni uy, men xabar, men shuni bilaman. Men nima deydi? O'sha jarayonda bo'lganman. Mana o'sha Jasurni o'sha aktrisalar bo'yicha shug'ullanadigan ukamiz, o'sha qizimizni chaqirgan mana yigitimiz, lekin u yerda baxtsiz voqea bo'lgan. U yerda ataylab hech kim bir narsa nima qilmagan u yerda. O'sha qiz, rulda o'tirgan qiz bilmasdan o'sha voqea bo'lgan u narsa. U hech kim bu narsa, shu narsa bo'lsin deb qilmaydi bu narsani. Kelib surishtiringlar, u qizga mana oyoqqa turibdi yaqingacha, chunki unga yaqingacha qaralgan, kvartirasi hamma bitta bu yerdagilar emas, hamma jamoadagi hamma kelib qaragan unga. Kvartirasigacha, yeb icharagacha, uy sharoitlarigacha, shu ishlashga noloyiq qiz deb hozir yotish kerak deb oyma-oy $500 berilgan. Hammasini hujjati bor, videolari bor, dokumentlari bor. Lekin bu narsa qilinyapti-da, kimlardir aql o'rgatishi sababli aytilyaptiki, endi oxirida kelib uy talab qilinyapti, mashina talab qilinyapti. Bu narsa endi insof bilan-da, bu narsa nima deydi? Bu chista abdushi bir bu Alloh roziligi uchun qilingan narsa. Bu yerda u aybdorligi uchun emas, bu yerda hech kimning aybi yo'q bu yerda. Bu ataylab qilingan ish emas. Qizga oyoqqa turishigacha qaralgan. Oyoqqa turib yana 3 oy pastilniy rejim degan. Sekin o'ziga kelib oyoqqa turish boshlaganda, unga turma deyilganda syomkaga, men eshitishimizga qaraganda syomkaga chiqibdi. Tog'gami, qayergadir chiqibdi. Men endi men bilmayman, avvalambor men rostmi yolg'onmi eshitishimga qaraganda o'sha syomkaga olib chiqishganda o'sha joyda yana yiqilgan ekan u qiz. Yiqilgandan keyin yana operatsiya qilishimiz kerak, nima qilishimiz kerak deb shunaqa talablarni qo'yapti-da. Lekin insonga insof kerak-ku, insof kerak. Bunaqa yolg'on ma'lumotlarni tarqatib negativlarni qilib tashlamaylar insonlar. Savolinglar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar yoki mana tergovga murojaat qilinglar, xohlasanglar. Agar bizga ishonmasanglar, tergov jarayoni ketyapti bu narsa. Qonuniy hamma narsa. Hech kim birovga qarindosh urug'lik joyi yo'q, bir-birini yonini oladigan joyi yo'q. Bu narsa hamma narsa qonuniy bo'ladi. Ertaga sud bo'lgandan keyin sud o'zi biladi kimni aybdor qilish kerak, kimni aybdor qilish kerak emas, kim oqlanadi, kim oqlanmaydi. Yo, o'sha men internet saytlagilarga aytmoqchiman. Sizlar nimaga kelmayapsizlar? Kelinglar, ko'ringlar, hammasini ko'rasizlar. Videolarigacha, zapslarigacha hammasi bor. Uy talab qilgan hammasi bor. Lekin unga hamma abdushi qaradi, bu qiz oyoqqa tursin. Bu qizni biza nima qilamiz, nima deydi? Erta tuzalib ketgandan keyin hali yana birga ishlaymiz degan niyatlarda qilingan. Yaxshi niyatda qaralgan bu qizga. Lekin endi insof bilan-da oxiriga kelib mashina uy deyish endi birovni nomini yolg'on ma'lumotlar chiqarib, bu yerda meni nomimni bulg'ab, men u yerda men operatorman. Meni operator qilib chaqirishgan. Menga nima olish kerak bo'lsa, motor deganman bo'ldi. Bu syomka bu. Men ishim mana shu, motor deganman, syomka qilish kerak bo'lgan, kadrni olish. Meni vazifam shu. Meni vazifam uni boshqasiga qarash emas. Eng so'nggi xabarlar uchun Dolzarb.uzga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ozoda Nursaidovani postiga video joylandi. Ozoda opani o'zi emas, 3 ta katta erkak o'zini haqligini isbotlash maqsadida video qo'yishdi. Men syomka jarayonida bo'lmaganman, jabrlanuvchi to'liq bergan ma'lumotiga ko'ra videoni olyapman. Biza bu mavzuni bekitmoqchi emas edik degandek qildinglar. Okalar, agar bekitmoqchi bo'lmaganinglarda voqea bo'lishi bilan 02 chaqirib, aybdorlarni topib, temani yopgan bo'lardinglar. Lekin sizlar jabrlanuvchini o'zi bilan kelishdinglar. Qonun oldida javob berishdan qochib. Bu degani qizi sog'lig'i sizlarning bo'yningizda. Oyoqqa turguncha sizlar mas'ulsizlar. Lekin $500 berib, silib vossizlar. Normalniy joyda operatsiya qilinmagani uchun bitta oyog'i 7 sm kalta bo'lib qoldi. Uje u nogiron, homilador bo'la olmaydi. Qolgan hayotini o'zi xohlagandek o'tkaza olmaydi. Bunga sizlar sababchisizlar. Bo'lgan voqealarni baxtsiz hodisa deymiz do'stlar. Okalar, O'zbekiston Respublikasi harakat xavfsizligi bo'yicha chiqarilgan qonunlarning ichida baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun chiqarilgan moddalar bor. Misol uchun 135-modda,
Ya'ni voyaga yetmagan hamda pravasi yo'q insonlar mashina haydashi mumkin emas. Oddiy remen taqmasak qanaqa shtraf keladi? Sizlar pravasi yo'q bo'lgan insonni rulga o'tkazyapsizlar. Hurmatli rejissyor Doniyor Rajabov, sizni aybingiz voyaga yetmagan, pravasi yo'q Sevinch Ma'rufovani rulga o'tkazganingiz. Rulda bo'lgan qizi aytishi bo'yicha, rejissyor gazni bos dedi, men bosdim deyapti. Va eng qizig'i 5 oydan beri bitta qizni nogiron qilib qo'ygan Sevinch Ma'rufova maza qilib ovqatlanyapti, maza qilib uxlayapti. Qanaqa qilib bu qizni vijdon azobi qiynamayapti va qonun oldida javob bermasdan yuribdi. Qilgan videolarda bir necha marta Ozod opani aybi yo'q deb qaltirab gapirdinglar. Okalar, olinayotgan klipda zakazchik Ozod opa hamda production rejissyori javobgar mas'ul bo'ladi bu narsalarga. Men ham mediani odamman. Mana Ozoda Nursaidova, sizga odamgarchilik yuzasidan bitta savol. 5 oy bo'ldi mana shu voqeaga. Odamgarchilik yuzasidan mana shu meni klipimda bo'ldi-yu deb qizdan hol ahvol so'ragani, ko'rgani bordingizmi? Demak, bundan xulosa qilsak bo'ladi, Doniyor Rajabov productioni o'ziga yuklatilgan mas'uliyatni his qilmasdan qo'l uchida odamlarning hayoti bilan o'ynashgan holatda ishlaydi. Jabrlanuvchi bizdan uy so'rayapti, deyapsizlar. Oka, qonuniy javob berishdan qochib, o'zi bilan kelishamiz deb solig'ini bo'yninglarga oldinglarmi? Shahar so'rashga ham haqqi bor. Qilib berishinglar kerak. Chunki sizlar bitta klip deb bitta odamning hayotini barbod qilib tashladinglar. Ozod opani istoriyalarida ko'rib qoldim. Blogerlar bu narsani PR prosmotr uchun qilyapti deyapsizlar. Qaysi miya bilan gapiryapsizlar men bilmadim. Ozod Nursaidovaning orqasidan ishlangan PRga men tupurganman. O'zimga yarasha kuzatuvchilarim bor, hurmat qiladigan insonlar yetarlicha. Sabrina bitta klip deb qanaqa azoblanganini ko'rdim va unga qilinayotgan nohaqligiga chidamasdan videoni oldim. Hurmatli tegishli idora vakillari, Ozoda Nursaidova, rejissyor hamda ruldagi qizga hamma kabi qonun hamma uchun teng qonuniy chora ko'rishinglarni xohlaymiz. Bu temani bildirish meni vazifam edi, vazifamni qildim. Chorani ko'rasizlar degan umiddaman. Har doimgidek